semiz odamlarning ko'proq kasalxonaga tushishi yoki yuqumli kasalliklardan vafot etish xavfi 70% ga yuqori ekanligi aniqlandi. Bu boradagi tadqiqot natijalari The Lancet jurnalida e'lon qilindi. Olimlarning ta'kidlashicha, dunyodagi yuqumli kasalliklar bilan bog'liq o'limlarning taxminan har 10-chisi ortiqcha vazn muammolari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Mutaxassislar 5000 dan ortiq kishining ma'lumotlarini tahlil qilib chiqib, shunday xulosaga kelgan. Katta yoshli ishtirokchilar 13-14 yil davomida kuzatilgan. Natijalar ortiqcha tana vazni, gripp, zotiljam, siydik yo'llari infeksiyasi, COVID-19 va boshqa kasalliklarning og'ir kechishi yoki o'limga olib kelish xavfini oshirishini ko'rsatgan. Bunda tana vazni ortishi bilan xavf ham ko'payib borgan. Shifokorlar semiz odamlar uchun o'z vaqtida emlash muhimligini ta'kidlamoqda, chunki kasallik immunitetni zaiflashtiradi va bu jiddiyroq oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tadqiqotchilar hisob-kitoblariga ko'ra, dunyo bo'ylab har yili yuqumli kasalliklardan vafot etadigan 5 million 400 ming kishidan 600 ming nafari semizlik tufayli hayotdan ko'z yumishi mumkin. Olimlar xavfni kamaytirish uchun hukumatlarni sog'lom ovqatlanishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha siyosat yuritishga chaqirmoqda.